Siz g'oyangizga ishontira olishingiz kerak jamoadoshlaringizni. Butun jamoani birlashtiradigan narsa bitta. U g'oya bo'ladi. Agar siz g'oyangizni to'g'ri tushuntirib bera olsangiz, ularga foydaliligini, jamoa sizga ergashadi. Sizni g'oyangizga ishonadi. Endi siz bu jamoani ushlab qolishingiz uchun poнимание, leadership, soft skill'lar kerak bo'ladi. Jamoani doim ushlab turish uchun. Lekin oldingizga chaqirish uchun sizga g'oyangiz yordam beradi. Tushundingizmi? Jamoa kuchli bo'lishi uchun bitta shart kerak. Shu so'zni topingizlar. Ingliz tilida V dan boshlanadi. Value. Nima degani? Qiymat. Молодец. Sherbek, qiymat, value. Молодец. O'sha qiymat kerak bo'ladi. Ya'ni har bir member, har bir jamoaning a'zosi bir-birini takrorlamaydigan qiymati bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Siz qila oladigan ishni men qila olmayman. Bular qila oladigan ishni siz qila olmaysiz. Biz uchalamiz zo'r jamoa bo'lamiz. Xuddi muzikali ansamblga o'xshaydi. Orkestrga o'xshaydi. Kimdir skripka chaladi. Kim to'g'rimi? Kimdir saksofon chaladi. Kimdir pianinoda